Bo'pti jigar. Dacha mendan. Bir tog'ga borsak borimizda maza qilib kelamiz. Bo'pti, keyinroq telefon qilaman, hozir bolalar bilan gaplashib ko'rib, opam oldi deydi. Mayli. Dacha deysanda, bo'shamaysan. Opangga bitta 17 Pro Max olib bersang bo'lmaydimi? Ota, 17 Pro Max arzon telefon emas. O'zimnikini zo'rg'a oldim. Agar pulim bo'lsa, opa, bilasiz-ku, jonimni ham berib yuborardim sizga. Odamlar ukalari kerak bo'lsa 17 Pro Max piyoda tursa mashina olib beradi. Senga hali ham 17 Pro Max aytibman. Mayli opa, olib beraman. Qarang, faqat bitta shartim bor. Mana shu video 1,5 milliard layk yig'sa, bir kunda 1,5 milliard layk yig'sa, iPhone 17 mendan opa sizga. Bo'pti, baribir olib bermaysan. Tush mashinadan men ketaman. A few moments later. Assalomu alaykum, jannatim Wa alaykum opam. assalom. Voy, tabriklayman. 17 Pro Max'ni olib boribsiz. Obordim. Sizda ham pul ko'p-da. Opajon bitta iltimos bilan kelgandim. Qarang, dacha va'da qilib qo'ydim o'rtoqlarimga. Shu ozroq puldan yordam qilib turing. Uyalib qolmang. Uyalmaysanmi? O'zi 17 Pro Max'ni ham o'zim oldim. Senga iltimos qildim. Sendan o'zi begona yaxshi ekan. Ishonch savdo markaziga borgandim, boshlanish to'lovisiz birgina pasport evaziga 17 Pro Max'ni berib yubordi. Like ham so'ramadi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. 5, 6, 7 iyun kunlari ishonchdagi smartfonlar Dubay narxida. Misol uchun iPhone 13 to'rga 128 ligi 7 million 60 ming so'm. iPhone 17 Pro 12 ga 256 Silver 17 million 860 ming so'm. Samsung Galaxy S26 Ultra 12 ga 256 14 million 100 ming so'm. Bunday narxlar boshqa bo'lmasligi mumkin. Barchangizni ishonch do'konlarida kutib qolamiz.